Hürmetlik vatandaş. Bayram hiç sizlarga ben bir haber elip geldim, belki bu haber Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati sizlarga bayramlık heytlik soğuk qilib avatgandek bir ish bo'ldi vatandaşım. Bu nima desangiz hozir Hindistonning Bengal shtatida, Sharqiy Bengal shtatida havo armiyalari, Amerika Qo'shma Shtatlarining havo armiyasi Hindistondan harbiy manevr o'tkazdi vatandaşım. Ben şu haberini aytib, mesela bu Xitoychada yetib kelgan xabarda hozir Amerika armiyasi Hindistonda yoki Amerika armiyasi Jungoning g'arbiy chegaralarida paydo bo'ldi deb mavzu qo'ydi vatandaş. Şunu sizlarga buni aytlik yoki bayramning sog'i ustida yetkazib o'tay deb oldirib keldim vatandaşım. Mavzu bundaq. Sizlarga bugun 2023-yil 4-oyning 20-kuni haftaga payshanba bugungi leksiyada sizlarga ro'zi hozir Washingtonda so'zlaymiz vatandaşım. Mavzu bundaq. Tunji qatam paydo bo'ldi. Amerikaning qirg'icha qurollari Jungoning g'arb taraf chegarasiga yaqinlab keldi. Mavzuli xabar 4-oyning 20-kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Ekranda amaliy kuch ko'rsatish B-1B belgilik bombardimonchi aeroplan Hindiston va Amerika havo armiyalari dal hozir Hindistonning sharq tarafidagi Bengal shtatida Hindiston hamkorligi 2023-yil belgilik birlashma havo armiya manevri o'tkazyapti. Bu aralıqda Amerika havo armiyasining B-1B belgilik bombardimonchi aeroplani tunji qatam bu yerda paydo bo'ldi. Jungoning chegarasiga yaqinlashdi. Ichkariya o'lkalardagi Xitoy o'lkalaridagi harbiy mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Amerika tunji qatam B-1B belgilik bombardimonchi aeroplanni avatib Hindistonda manevrga qatnashtirib, Amerika armiyasining Hind okeanidan dushmaniga uzoq masofadan zarba beradiganligini oshkora ko'rsatdi. Bu qatam F-35 kurash aeroplani tunji qatam Hindistonda ko'rgazmada paydo bo'lgandan keyin Amerikaning yana bir xil havo armiya yadrolik yana markazli quroli u yerda paydo bo'ldi. Bu qatimqi Hindiston hamkorligi manevri 4-oyning 13-kunidan 24-kunigacha o'tkazildi. Amerika Hindiston o'xshashli asosli urush mashinalarini o'ttirg'i chiqardi. Amerika Tinch okean havo armiyasi qo'mondoni General Verisbach manevr o'tkazishni avval mundaq oshkorildi. Manevrga qatnashgan Amerika armiyasi qurollari B-1B bombardimonchi aeroplanidan boshqa yana F-15 kurashchi aeroplani, C-17 va C-130 belgilik harbiy yük transport aeroplanları qatnashdi. Hindiston havo armiyasi Bram belgilik kurashchi aeroplanni qatnashtirdi. Bu davlat o'zi yasab chiqqan yenik tipli kurashchi aeroplan Su-MKI. Kurashchi aeroplanni Amerika qit'asi yelpizi belgilik hujumchi aeroplanni bu qatam manevrga qatnashtirdi. Siyosat vositalik qurol. Vositalik iqtidorga ega. Harbiy ishlar albatta bevosita qurol. Bevosita qatnashib, bevosita o'zini ko'rsatib, masalani bevosita hal qiladigan qurol. Amerika Qo'shma Shtatlarini tabriklaymiz. Bizda turgan leksiya so'zlagan Tayvan oldin hisob bo'lamdi, va yoki Uyg'uriston oldin hisob bo'lamdi. Bugun Tibet deydi qo'shayli.
Tibet Uyg'uriston aldın hisob bo'lamdi yoki Tayvan aldın hisob bo'lamdi. Jungo hukumati o'zi tanlab oladi buni deb taqtini sizlarga leksiyani so'zlaganida vatandosh. Bugun endi Hindistonning Bengal shtatida Amerika armiyasining bombardimanchi belgilik bombardimanchi aeroplanning paydo bo'lishi bu siz bizden harbiy ishlardan xabarimiz yo'q odamlar. Lekin buni nima ekanligini, nima ishdan direkt beradiganligini va nimadan direkt beradiganligini Jungo hukumati yaxshi tushunishi kerak vatandoshim. Bugun roziyatning orpsiyat roziyat bo'ladi. Mushundoq kunda hozir Amerika xalqi sizlarga Tibet xalqi, Uyg'ur xalqiga hatto bayram kunlarda sog'a salom yo'llagandak bu 4-oyning 13-kuni boshlanib manver, lekin bugun matbuotga chiqibdi. Men aldirab sizlarga yetkazdim. Qo'llaymiz Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati. Keskin harakatni qo'llaymiz. Ochoq harakatni qo'llaymiz. Oshkora harakatingizni qo'llaymiz Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati. Bu qaragan davlatlar araba yoki dunyoda har qanday vaqtda bir cho'ng davlat qiladigan normal ish. Harbiy manver normal ish. Biroq bizning bu yerda qo'llaymiz deyotganimiz hozir Tayvan bo'g'ozi vaziyati jiddiylashayotganda Uyg'uriston mustamlika Uyg'uriston va Tibetning ahvoliga besim yetib keladigan ahvol ostida. Ya'ni diqqat nazar Tayvan bo'g'oziga markazlashib, diqqat nazar qartilmaydigan ahvol ostida qelish mumkin bo'lgan Uyg'uriston va Tibet uchun aytganda, bugun Amerika havo armiyasining belgilik bombardimanchi aeroplanining Hindiston havo armiyasi bilan birlashib Manverga qatnashganligini tabriklaymiz. Qo'llaymiz Amerika Qo'shma Shtatlari, qo'llaymiz Amerika armiyasining havo armiya qismlarini. Hindistonni qo'llaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashib harbiy manevr o'tkazganligi uchun bu normal hodisa vatandosh. Bu harbiy manevr degan hamma odamda, hamma davlat bo'lib turadigan ish. Şuna bu normal hadise, biz normal hadise, harbiy ishlar xas bo'lgan normal hadise qo'llaymiz. Bu yerda boshda aytgandek, ishga front deyli misal uchun elib Tayvan bo'g'ozi fronti, mustamlika Uyg'uriston Tibet fronti deyli. Ya front deganda oldingi sap deyli hozir har ikki taraf sharq va g'arb taraf asosli o'rnini tashlab qo'ymadi, yo'qitib qo'ymadi degan gap. Tayvan bo'g'ozi qancha jiddiy bo'lsa, G'arbiy chegarada Tibet Uyg'uriston chegaralarimi shundoq jiddiy bir holatda hozir Hindiston Amerika hamkorligidagi harbiy manverni kutib oldi, qarshi oldi va buning uchun o'zining ro'yiga ruh qo'shdi. Uyg'ur xalqi, Tibet xalqi deb aytamiz vatandosh. Normal hodisa. Amerika uchun normal hodisa. Biroq bu qurollar intayin iqtidor jihatdan markaziy xarakterlik, ya'ni yadro xarakterlik debdi-ku. Yadro xarakterlik degan yadro bombasi deganlik emas. Yadro markaziy xarakterlik harbiy qurollarning Bengal shtatida Hindistonning paydo bo'lishi, albatta bu birinchi sap Tayvan va yoki birinchi sap Uyg'uriston Tibet. Kurash shaklida hozir bu yerda undan boshqacha ishdan yuz berish bermasligi to'g'risida siz biz o'ylaydigan ish emas. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlarining bu pozitsiyasi va yoki tahdidga qarshi tahdid, popozaga qarshi popoza, zo'ravonlikqa qarshi avval tinchlik, andan qolgan qismi Allohga omonat vatandosh. Tabriklaymiz. Rahmat Amerika xalqi.